Hop, mana hozir Jalol akam oldida kelamiz. Zapchastlarni nima bunaqa arzon sotayotganlarini tushuntirib beradilar. Jalol aka, zapchastlarni juda arzon narx sotyapsiz. Arzon narx qo'yyapsiz. Odamlar kommentariy yozyapti. Noto'g'ri fikr bildiryapti. O'shanga sabab tushuntirib bering. Nimaga bunaqa arzon? Endi bizda hozir o'zbekchilikda bor. Qimmat sotsanglar, bu nimaga qimmat? Arzon sotsanglar, nimaga arzon? Bu patentkam degan fikrlar bor. Mana shunga hozir oydinlik kirishga mana sizlarga ko'rsataman. Mana shinaraygan sepli sharoit. Mana toza o'sha zavoddan keladigan original sharoit. Narxi arzon kelaverasizlar bemalol. Mana shu orqa kalotga bo'ladi. Generator o'tibsiz bilan changan terushga tushadigan kalotga. Mana keramik oldi kalotga. Tushunadiganlar mana shuna ko'rsin-da, original emasligini aytsin. Faqat bizda hamma narsa o'zimizniki bo'lgancha, xudo xolisa o'zimiz olib qo'yayotganimiz uchun bizda ancha arzon. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, propiska bosib, bemalol ishxonaga kelsanglar, ishxona haqida ham hozir ma'lumot beraman. Mana ko'rasizlar, sizlarga kutadigan zallarimgacha ko'rsataman. Qani yuring, gap ko'rsin. Zalajdanlar ham bor, aka. Bizda sho'pirlarga hamma narsa bor. Mana shu pastga mashinani qo'yishadi, mana zalajdan ham bemalol kirib, kondisionerda kofe ichsalar kofe, choy ichsalar choy, napitki ichsalar napitki. Xudo xolisa hammasi bor, hammasi klientlar uchun, sizlar uchun. Kelaverasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.